Har qanday sovrinni yutish doim qiyin va biz buni katta quvonch hamda mamnuniyat bilan nishonlayapmiz. Arsenal, Bavariya va ehtimol Barselona bilan bir qatorda Yevropadagi eng kuchli jamoalardan biri. Biz juda yaxshi o'yin ko'rsatdik, ayniqsa ikkinchi bo'limda. Dastlabki 15 daqiqada ular odatdagi uslubida o'ynashdi, ammo keyin biz qaytgan to'plarni yuta boshladik. Antuan birinchi bo'limda juda yaxshi o'ynadi. Ikkinchi bo'limda esa Jeremi bilan birga Rodri va Bernardoni kerakli pozitsiyalarda tez-tez topa boshladik. Bu UEFA Chempionlar Ligasi emas, bu Premier Liga ham emas. Albatta, buni hamma biladi. Lekin aynan shunday jamoani mag'lub etganingizda bu sovrinni chinakam o'ziga xos qiladi. Bu g'alaba klub uchun, ayniqsa yosh futbolchilarni hisobga olsak, qanchalik muhim? Ha, bu klub uchun juda muhim, faqat yoshlar uchun emas. Bugungi o'yinda Nathan va boshqalar qanday o'ynaganiga qarang. Dastlabki daqiqalarda James bizni qutqarib qoldi. James Trafford umuman olganda ajoyib turnir o'tkazdi. Newcastle-ga qarshi o'yinni eslang, u ikkita seyv qildi. Har bir futbolchi o'z hissasini qo'shdi. Max Allen yarim finalda Newcastle-ga qarshi o'ynadi. Bizda ko'plab jarohatlar bo'lgan paytda Husanov bilan birga ular juda zo'r o'yin ko'rsatishdi. Bunday turnirlarda hamma ishtirok etadi. Bugun men atiga bitta almashtirish qildim, lekin men jamoa vaziyatni nazorat qilayotganini his qildim. Jeremi to'pni ushlab turdi, xuddi Bernardo va Rodri kabi. Ularni almashtirishning o'zi qiyin. Bu yaxshi holat. Menimcha bu haqda kecha ham aytgandim. Jamoada yashirin salohiyat bor va u ochilishi mumkin. G'alabalar esa bu jarayonni biroz tezlashtiradi. Lekin siz hech qachon jamoalar qanchalik beqaror yoki himoyasiz bo'lishi mumkinligini bilmaysiz. Ish tugadi deb o'ylaganingiz zahoti birdan pastga qulashingiz mumkin. Shuning uchun bu o'yin ko'pchilikning fikrini o'zgartiradi. Hech kim, hatto men ham bugungi g'alabamizga 1 funt ham tikmagan bo'lardim. Raqib ajoyib g'alabalar seriyasini qayd etayotgan edi. Biz esa o'z maydonimizda ham yuta olmayotgandik. Safarda West Hamni yenga olmadik. Real Madridga qarshi 2 o'yin natijasiga ko'ra 1-5 hisobida mag'lub bo'ldik. Ayniqsa 75 daqiqa davomida 10 kishi bo'lib o'ynaganimizda juda kam odam bizga ishondi. Ammo futbolchilar yana bir bor isbotlashdi. Tajribali o'yinchilar ham, ayniqsa yangi kelganlar ham. Biz mavsum davomida yetishmayotgan barqarorlikka qaramay katta ishlarni amalga oshira olishimizni ko'rsatdi. Ayniqsa to'psiz o'yinda, bunday Arsenalga qarshi. Siz yoki shu darajaga chiqasiz yoki sizda umuman imkoniyat bo'lmaydi. Bugun esa biz shu darajaga chiqdik, ayniqsa to'psiz o'yinda. Men o'zim ham ikkinchi bo'limdagi o'yinimiz qanchalik yaxshi bo'lganiga ishona olmadim.